Xayrli kun deb yozaman. Xayrli kun desam bo'ladi-yu, hozir soat 16:30. Bu kechmi уже? Ato meni jinni deb o'ylashlari mumkin. Soat bo'yicha kunni qanaqaligini ham bilmaydi deb o'ylashadi. To'g'ri yozishim kerak. Ha, men yaxshisi assalomu alaykum deb yozaman. Assalomu alaykum. Keyin kulib turgan smaylik qo'yib qo'yaman. Zloy настроениеda yozmayapti deb o'ylashlari uchun. Kulgan smaylik. Men sizdan bir narsa so'ramoqchi edim. Yo'q, so'ramoqchi edim emas. Men siz bilan shu holatni muhokama qilmoqchi edim. Shunaqa savol menda tug'ildi. Yo'q, juda ham ofitsialniy bo'lib ketdi. Jiddiy bo'lib ketdi. Siz bilan shunaqa savolni muhokama qilmoqchi edim. Savolcha balki yoki shunaqa mavzuda desam ham bo'ladi. Shunaqa mavzuda yaxshisi. Xuddi slishkani naglaga o'xshab ketyapti-nu. Bu uchun meni ishdan bo'shatishlari ham mumkin. Shunaqa qila olasizmi? Yo'q, shunaqa qila olasizmi?ga o'xshab qoladi. Shunaqa imkoniyat bormi? Meni oyligimni oshirishni. Примерно 2 millionga. O'zi 2 millionga oshirmoqchimisan? Yo'q. Men o'zi aslini aytsam 10 millionga oshirmoqchiman, lekin slishkam nagla mana bunaqa smaylik qo'yib qo'yishim kerak. Boshchada mamta terlar osilib turgani bor-ku, shuni qo'yib qo'yaman. Просто nuqta qo'yib qo'y, bo'ldi, tochka qo'y, bo'ldi. Voy, bu uchun meni aniq ishdan bo'shatib yuborishadi. Juda nagla. Aniqsa, qanaqadir vопросlarni yana muhokama qilishimiz mumkin. Bu meni oxirgi qarorim emas. Yana variantlar bo'lsa, gaplashamiz deb yozaman. Jo'natyapman. Ha. Jo'natyapman? Ha, jo'nat. Jo'natdim. Yaxshi. Jo'natdim. Bo'ldi, o'zingni bos. Kirdi. Siti. O'qidimi? Kirdi, lekin o'qimaди. Pilot qilaman. Pilot qildim. Qarachi o'qidim ekan. Boshim aylanib ketdi. Qarachi nima deb yozdi ekan, o'qidimi? Siti bo'ldi, lekin javob yozmadi. Hozir menga aniq голосовой tashiydi. G'irt bezbet ekansan deydi. Ishdan bo'shading deydi. Bo'ldi, men tamomman. Shunaqa ham nagli bo'lasanmi? deb aytadi. Голосовой yozyapti. Qara. Nima degani u? Xo'p deganimi yo domino deganimi?